Assalomu alaykum hammaga. Eng ko'p uchraydigan nasliy genetik kasalliklar, ya'ni MRTni yomonlashuvi, bosh miyani oq moddasini zararlanishi bilan kechuvchi nasliy genetik kasalliklar leykodistrofiyalar haqida gapirib o'tamiz. Leykodistrofiyalar nima o'zi? Qayerdan kelib chiqadi? Turlari qanaqa? Klinik belgilari qanaqa va uni asoratlari qanaqa va davolash muolajalari haqida qisman gapirib o'tamiz. Leykodistrofiyalar bu nasliy genetik kasallik hisoblanadi. Bular bosh miyani oq moddasi, ya'ni biz aytamiz bosh miyada oq va kulrang moddalar mavjud bo'lib, oq moddasini zararlanishi natijasida ketadi. Ya'ni buning hisobidan MRTda doimiy oq moddaning qandaydir yo old, yo orqa, yo yon sohalarida MRTda zararlanish belgilari bilan ketadi. Buni asosiy turlari, eng ko'p uchraydigan turlaridan metaxromatik leykodistrofiya, adrenal leykodistrofiya, Krabbe kasalligi, Merzbacher kasalligi, bular hammasi nasliy genetik shaklga ega bo'lib, bu kasalliklarda asosiy klinik belgilari chaqaloq va bolalarda va kattalarda ham uchraydigan turlari mavjud bo'ladi. Chaqaloq va bolalarda e'tibor beradigan bo'lsak, motor va harakat nutq faoliyatlarini keskin birdaniga orqada qolishni boshlashi. Ya'ni sog'lom chaqaloq yoki sog'lom bolani birdaniga bor navikalari, o'yinlari, harakatlarini orqaga qarab ketishi yoki bo'lmasam bor nutqni orqaga qarab ketishi bilan boshlanadi. Va buni natijasida talvasa sindromlari, ya'ni talvacha xurujlari, xalq tilida sudurgi deb qo'yadi. Ya'ni shular kuzatilishi, bor nutqni yo'qolishi, oldin gapirayotgandi, keyin gapirmay qo'ydi. Yoki bo'lmasa oldin harakatlari yaxshi edi, hozir tez-tez yiqilib tushyapti. O'zidan o'zi sababsiz sudurgilar beryapti. Xuddi shunday shikoyatlar bilan bu kasalliklar boshlanadi. Kattalarda esa asosan muvozanat buzilishi, tez charchash, toliqib qolish, asabiylikni ortib ketishi va borgan sari bor harakatlarini yo'qotib borishi bilan boshlanadi. Bu asosan nasliy genetik kasalliklar deb aytib o'tyapmiz, ya'ni DNKni qandaydir xatoligi hisobidan yuzaga keluvchi nasliy genetik kasalliklar hisoblanadi. Bularda har bir turini o'ziga yarasha geni, joylashgan joyi va zararlanish belgilari mavjud bo'ladi. Buni albatta biz DNK diagnostika orqali tashxisot qilamiz. Avvalo MRT, keyin esa DNK diagnostika orqali tashxisot qilinadi. Bunda asosan biz turlariga qarab hozirgi kunda davo muolajalari ba'zilariga chiqqan, ba'zilariga esa umuman hozirgi kunda davo muolajalari yo'q. Lekin bolani holatini tez yomonlashib ketishi yoki katta insonning holatini tez yomonlashishini oldini olish uchun reabilitatsiya qarov doimiy kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiy target lecheniyasi yo'q turlariga biz aytamiz, ya'ni reabilitatsion muolajalar va miyada modda almashishini yaxshilovchi dori vositalari va ota-onasiga to'g'ri tushuntirish kerak bo'ladi. Ya'ni bizda ko'p uchraydigan holatlardan bitta bolasi adrenal leykodistrofiya yoki bo'lmasa metaxromatik leykodistrofiya bilan tug'ilgan. Ya'ni bu yerda aniq tashxis qo'yilmagan farzandiga va bizga yana ikkinchi farzandida ham muammo bilan kelishadi. Shuning uchun biz sizlardan iltimos qilamiz, agar sizning farzandingizda adrenal leykodistrofiya, metaxromatik leykodistrofiya, boshqa leykodistrofiya, ya'ni nasliy oq moddani zararlanish bilan kechuvchi qandaydir kasallik qo'yildimi, siz albatta genetik shifokorga murojaat qiling va aniq tashxis qo'yib, kelajakda sizning zotingizda yoki keyingi farzandlaringizda shu kasallik oldini olish mumkin bo'ladi, aniq tashxis orqali. Sizlarda agar shunaqa leykodistrofiya bilan metaxromatik leykodistrofiya, adrenal leykodistrofiya, boshqa leykodistrofiya turlari bilan og'rigan tanishingiz bo'lsa, bu videoni unga yuborib qo'ying va bizga albatta shu savollar bo'yicha bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring, maksimal javob berishga harakat qilamiz.